bundoq mazza-ya fikrimga qo'shilasizlarmi? Nima deysizlar? Sog' yonbag'ri, atrofga salqinlik muhitini beradi. Yer unumdor. Bu yerdan chorvachilikda, dehqonchilikda va baliqchilikda foydalansa bo'ladi. Bu Toshkent shahriga 14-15 kilometr, Chirchiq shahriga atiga 3 kilometr. Maktab, bog'cha 200 metr. Bu yerdan gaz, svetdan muammo yo'q. Suv shirin. Bu yerga 14 metrlik fundament yotqizilgan va balandligiga 2 metr bu fundament. Bu yerda 3 dona podval bor. Bulardan skalat yoki ishlab chiqarish qilsangiz bo'ladi. Yashashga 3 xona uyimiz tayyor. Bu yerdan villa, dacha yoki 4 dona kottedj qursangiz bo'ladi. Sotig'iga 24 ming so'rayapmiz, sunatiga o'tib beramiz. Uy quraman deb yurgan tanishlaringizga bu videoni tezda jo'natib qo'ying. Ma'lumot uchun telefon raqamlar videoning tagida yozilgan.